Dertler davası. Birinci bölüm. Her bir Müslümanға zörür davalar. Birinci. Kur'an Kerim şifadır. Allah Teala Kur'an Kerim'nin şifa ekanligini bayon qilib, mundaq deydi. Mubada biz uni ajam tilidagi Kur'an qilib nazil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Sura Fussilat 44-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyorat qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri ximo oshidi. Sura Isro 83-oyat. Yuqorqi oyatda ko'rsatilgandek, Qur'on Karimning hamma yeri shifolikdir. Dillarning bilimsizliklariga, shak shubhalarga shifodir. Alloh kasallarni davolashda Qur'on Karimdan muammibab, manfaatlik, unumlik dorini tushirmadi. Abi Said raziyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Bir turkum sahobalar safarga chiqib, arablarning bir mahallasida to'xtab o'tmoqchi bo'ldi va ulardan qo'rsiqini to'qlab qo'yishni talab qildi. Ular buni rad qildi. Shu asnoda mahallaning boshlig'ini chayon chaqib oldi. Mahalladagilar bar amallarni qo'llangan bo'lsa-mu, hech ta'siri bo'lmadi. Mahalladagi bir qism odamlar, "Av yangi kelgan kishilarning qishig'i berib so'rab baqsanglar, ularning biror amali bo'lib qolsa ajab emas", deyishdi. Mahalladagilar sahobalarning qishig'i kelib, "Ey odamlar, bizning boshlig'imizni chayon chaqib oldi. Biz bir amallarni qilib baqdik, faqat unumi bo'lmadi. Sizlardan biroringlarning amali bormidi?" dedi. Sahobalardan biri, "Alloh bilan qasam, men duo o'qib qo'yaman, lekin sizlardan bizga ziyofat berishinglarni o'tinsak unumidinglar. Endi sizlar muayyan haq bermasanglar, duo o'qib qo'ymayman", dedi. Ular bir pada qo'yga kelishdi. Heliqi sahoba sura Fatihani o'qib, dam silishga boshladi. Bemor xuddi bog'liqdan bo'shangandekla minib ketdi. Uningda kasallikdan hech qanday asar qolmagan edi. Mahalladagilar pitishgan qo'ylarni berdi. Ba'zi sahobalar qo'ylarni bo'lishayli dedi. Duo o'qigan kishi, "Biz payg'ambar alayhisolamning qishig'i berib, bo'lgan ahvolni aytayli. Qani payg'ambar alayhisalom nima deydikin?" dedi. Ular payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelib, bo'lgan ahvolni so'zlab berdi. Payg'ambar alayhisalom, "Sen sura Fatihaning duo ekanligini qanday bilib olding?" "To'g'ri qilsizlar. Qo'ylarni taqsim qilib, menga bir o'lish bo'lib beringlar", dedi. Yuqorqi vaqalikda bayon qilingan dora, ya'ni duo, heliqi kasalga foyda qildi. U odam sallamaza saqayib ketdi. U nihoyatda yengil va oson davolash bo'ldi. Navoda kishilar ixlosmandlik bilan sura Fatiha orqali kasal davolasa edi, uning ajoyib ta'sirini ko'rgan bo'ladi. Men Makkada turgan kunlarda og'rib qilib doktor yoki tabib topolmadim. Oxiri o'zimni sura Fatiha orqali davoladim, ajoyib ta'sirini ko'rdim. Shuningdan buyon og'rib qolganlarga mushuni tavsiya qildim. Nurg'unlari nihoyatda tezda saqayib ketdi. Lekin bu yerda diqqat qilishga tegishli bir masala bor. Bemorga o'qiladigan duo va ruqiyalar o'z mohiyatida shifoliq bo'lsa-mu, biroq duoning tegishli o'rinda, tegishli shaklda qilinishini, duo o'quvchining iymoniy kuchini, himmatini va uning ta'sirini talab qiladi.
Dua o'quvchining ta'sirining ojizligi yoki duo o'qilg'uchining qabul qilolmasligi yoki duoning unumini to'sib qo'yadigan kuchlik omil degandek sabablar tufayli oyat yoki duoning shifosi kechikib ketadigan ishlarmi bo'ladi. Bu jismoniy kasallarga berilgan moddiy dorilarning ta'siriga o'xshashla bir ish. Moddiy dorilarning jismoniy kasallarga ta'sir qilmasligi yoki ta'sirining kechikib ketishi ba'zida bemorning tabiatining dorini qabul qila olmasligidan bo'lsa, ba'zida dorining ta'sirini kesadigan kuchli bir sabablar tufaylidan bo'ladi. Navoda insonning tabiati dorini butunlay qabul qila olsa, dori qabul qilingan miqdorda ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, qalblarning duolarini to'liq qabul qila olishi, duo qilg'uchining kuchli ruhga, oliy himmatga ega bo'lishi kasalning saqayishiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi, duo ko'ngilsizliklarning oldini oladi. Duo ko'ngilsizliklarni chekindirish, oldin olish va orzu-armonlarga erishishning eng muhim omili hisoblanadi. Lekin Alloh yaxshi ko'rmaydigan duolarni qilish yoki duoning tarkibida noloyiq so'zlar, haddidan eshish mazmundagi so'zlarning bo'lishi, duo qilg'uchining qalbidagi ojizlik, Allohga butunlay yuzlanmaslik, duo qilayotgan vaqtda Allohga diqqatni markazlashtirmaslik qatorliq sabablar tufayli duo ijobat bo'lmay qolgan ishlarmi bo'ladi. Bu xuddi kirichi bo'sh tartilgan yochoqqa o'xshaydi. Bunaq yochoqdan o'q shiddat bilan etilib chiqolmaydi. Duo qilg'uchining harom yeyishi, qalbini gunoh masiyatning qaplab ketishi, g'aflatga cho'mib ketish, shahvatga berilib ketish, o'yin tomoshaga berilib ketish qatorliqlarmi duo ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar ijobatiga ishongan holda duo qilinglar. 3. G'afil odamning duosi ijobat qilinmaydi. Shuni bilish lozimki, qalbini g'aflat bosgan, loyg'azal, beparvo odamlarning duosi ijobat bo'lmaydi. Duo kasallarning eng unumli dorisidir. Lekin qalblarning Allohdan g'aflat qilishi va harom yeyish duolarning kuchini ko'rsatolmas qilib qo'yadi va duoning ta'sirini ojizlashtirib etadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Ey odamlar, Alloh pokdir, faqat pokni qabul qiladi. Shubhisizki, Alloh mu'minlarni payg'ambarlarni buyurgan ishlarga buyuradi. Alloh bunday deydi: Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yenglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Sura Mu'minun 51-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Ey mu'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalarni yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Sura Baqara 172-oyat. Payg'ambar alayhissalom bir odamning voqeligini bayon qilib, bunday dedi: Bir odam uzoq safarlarni besib, choshlari chuvuq, to'pchang'i belangan holda qo'lini ko'tarib, ey Parvardigor deb iltijo qilyotdi. Vaholanki uning yemekligi haromdan, kiyim-kechki haromdan tursa, uning duosi qanday ijobat bo'lsin? İmam Ahmedning o'g'li Abdullah Abi Davud Sijistonining Az-Zuhdu nomli kitobidagi munvaqalikni bayon qildi. Bani Isroil qavmiga bir musibat yetdi. Ular bir maydonga yig'ilib turishdi. Alloh ularning payg'ambariga mundaq vahiy qildi: Sizlar nejis tanlaringlarni ilib, tuzlanlikka chiqib turdinglar. Manga qon to'kkan qo'llaringlarni ko'tarib duo qilyapsizlar. Shu qo'llaringlar bilan o'ylaringlarni haromga to'shqizib bo'ldinglar. Endi mening g'azabim to'lib tashdi. Sizlar har qancha qilsanglarmi, mening marhamatimga erisha olmaysizlar. Abu raziyallohu anhu mundaq deydi: Ozg'ini tuz ta'miga tetigandek, yaxshilikqa yanishib kelgan duolarni ijobat bo'ladi. 4. Duo eng unumli dori. Duo eng unumli dori. U balo qazoga qarshi tura oladi. Balo qazoni chekindiradi.
ve çaresini kılıdı. Dua bala qazanın aldını alıdı ve onun kötürülüp ketişige yoki yüz bergen bala qazanın yengilişi sebep buludu. Dua mü'minin qurali. Ali raziyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dua mü'minin qurali, dinning türiki, asman zaminning nuri. Duanın bala qazalarga qarata mundaq 3 darajasi bo'ladi. Birinchi, dua bala qazadan kuchliroq bo'lsa, uni chekindira oladi. Ikkinchi, dua bala qazadan ojiz kelgan bo'lsa, yiliqi odamga bala qaza keladi. Lekin dua ojiz bo'lgan taqdirdami, bala qazoni yengillatadi. Uchinchi, dua ve bala qaza o'zaro qattiq tirkishadi. Bir-biridan mudofaa holatda turadi. Dua qilg'uchini bala qazadan himoya qiladi. Bala qaza yiliqi odamni duodan to'smoqchi bo'ladi-da, duo bilan bala qaza o'rtasida kuch sinishish holati shakllanadi. Ayşe raziyallohu anha Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ehtiyot taqdirni chekindira olmaydi. Dua yüz bergen ve yüz bermegen taqdirlarga ta'sir ko'rsata oladi. Shubhisizki, bala qazo yuz berib, dua bilan uchrashidi. Bu ikkisi ta qiyomatgacha o'zaro kurash qiladi. Ibn Umar raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dua yüz bergen ve yüz bermegen taqdirlarga ta'sir ko'rsata oladi. Ey Allohning bandalari, undaqda duaga ahamiyat beringlar. Sevban raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Taqdirni faqat duo ila chekindira oladi. Ömürni faqat yaxshilikla uzarta oladi. Kishilar gunoh qilish orqali rizqidan mahrum qoladi. 5. Allohga chin eslib duo qilish. Allohga chin eslib qilingan duo eng ijobatli duo hisoblanadi. Abu Hurayra raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohdan so'ramagan, Allohga duo qilmagan odamga Alloh g'azab qiladi. Anas raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Duoda bo'shanlik qilmanglar, chunki duo qilib turgan har qanday odam ziyon tortmaydi. Ayşe raziyallohu anha Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki, Alloh o'ziga eslib duo qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Qatada Muvarraqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men mu'minni dengizda bir yog'ochga eslib ketayotgan holatda ya Rabbim deb duo qilayotgan bir odamga o'xshayman. Alloh ehtimol u odamni qutqizib qilishi mumkin. 6. Duoning ijobatiga to'salg'i bo'ladigan omillar. Duoning ijobatiga aldirab ketib, duoyim ijobat bo'lmadi deb titildash, hasrat chekish, duoni tashlab qo'yish qatorliq ishlar duoning ijobatiga to'salg'i bo'ladigan omillardir. Bu xuddi ziroat terib yoki ko'chat tikib, sug'urib, yaxshi parvish qilib, ziroat yoki ko'chatning tezroq aynamaganligiga batnab tashlab o'tgan dehqonning ahvoliga o'xshaydi. Abu Hurayra raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning biringlar duo qilsam hech ijobat bo'lmadi deb aldirab ketmasizlar, duoyi ijobat bo'ladi. Abu Hurayra raziyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam gunohlik ishlarni talab qilib yoki sil rahimni uzish mazmunida duo qilmasa, Alloh uning duoyini ijobat qiladi. Lekin u odam duoyim tezli ijobat bo'lsa bo'ladi deb janjal qilmasligi lozim. Duoyim tezli ijobat bo'lsa bo'ladi deb janjal qilish deganlari nima gap? Ey Rasululloh deb so'raladi. Payg'ambar alayhissalom duo qilg'uchining duo qilaverdim hech ijobatini ko'rmayman deb hasratlanib duoni tashlab qo'yishidir dedi. Anas raziyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Banda aldirang'ulik qilmasala yaxshilikka erisha oladi. Sahobalar qanday aldirang'ulik qiladi deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom
Parvardigorimga duo qilsam, hech ijobat qilmadi, deydi deb javob berdi. Duoning ijobatiga yordami bo'ladigan omillar. Duo huzuriy qalb bilan qilinsa, qalb butunlay tilakka markazlashsa va duo ijobat bo'ladigan 6 vaqtga to'g'ri kelsa, qalbida Allohdan qo'rqish bo'lsa, Parvardigorining oldida o'zini tuvan tutib, yelinib, yolvorib, qiblaga oldini qilib, tahoratlik holatda qo'lini ko'tarib, duoni Allohga hamd sana, payg'ambar alayhissalomga durud yo'llash bilan boshlasa, hojatini bayon qilishdan burun tavba istig'for etsa, andin Allohdan tilaydigan tilaklarida Allohga yuzlanib, Allohga chin esilib, Allohdan umid qilib, Allohdan ayminib turib, Allohning ism-sifatlarini, Allohning barliq birligini vasila qilib, duodan burun sadiqa qilib etib duo qilsa, shubhisizki bu duo ijobatsiz qolmaydi. Bo'libmi payg'ambar alayhissalom ijobat bo'ludi deb ko'rsatgan yoki ismi azamni o'z ichiga olgan duolarning ijobat qilinish nisbati tixini yuqori bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ijobat bo'ludi deb ko'rsatgan duolar. Abdullah ibn Burayda dadisidan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir odamning Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa huval ahadus samadul lazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ey Allah, men haqiqatan sendan so'raymanki, sen yolg'iz bir Allohdirsan. Senden başqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. Sen birdursan. Hamma sana muhtojdir. Sen tug'magan, tug'ilmagan. Sana tangtush bo'lalaydigan hech ahadi yo'q deb duo qilayotganligini anglab, u so'risi berildigan, duo qilsa ijobat qilingan ismi azamni o'qidi degan. Yana bir rivoyatda sen Allohdan ismi azamni o'qib so'rading deyilgan. Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalom bilan o'ltiratdim. Bir odam namoz o'qidi va Allohumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ey Parvardigorim, senden so'rayman. Sana hamd sanolar bo'lsin. Senden boshqa ma'bud bir haq yo'qdir. Sen sehi osmon bilan yana yo'qdan bar qilgansan. Ey azimatlik va karamlik, menga hayot turg'ichi, barliq ishlarni boshqaruvchi Parvardigorim, senden tilayman deb duo qildi. Payg'ambar alayhissalom u odam ismi azamni o'qib duo qildi. Ismi azam o'qilib duo qilinsa ijobat bo'ladi. Allohdan so'ralsa beriladi degan. Asma binti Yazid raziyallohu anha payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ismi azam va ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud bir haq yo'qdir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alif lam mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir degandan iborat bunu ikki oyatdir. Abu Hurayra raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Duolaringlarda ya zal jalali val ikram, ey azamatlik, karimlik Allah deyishga odatlaninglar. Abu Hurayra raziyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom biror ishga duch kelsa, osmonga qaraydi. Kuchab duo qilganda ya hayyu ya qayyum, ey hamisha tirik, hammani idora qilguvchi Allah deb nido qiladi. Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomga biror ish ig'ir kelsa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astag'isu, ey hamisha tirik, hammani idora qilguvchi Allah, o'zlarining rahmatiga sig'inib yordam talab qilaman deydi.
Abi Umama raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ismi azam sura Baqara, sura Al Imron, sura Taha qatorliq 3 surada. Qasim mundoq deydi: "Men shu oyatlarni izlab ko'rdim. Al-Hayyul Qayyum, hamisha tirik, hammani idora qilguvchi Alloh degan oyat ekan." Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yunus alayhissalom beliqning qornida turib, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin." Parvardigorim, senden bilek hiç mabud bar haq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim degan duoni o'qigan. Kimki har qanday ishida mazkur duoni tark etsa, Allah uning tilakini ijobat qiladi. Said raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men qiyinchilikqa yo'liqqanda uning bilan duo qilsa, Allah qiyinchilikni ko'tarib o'tadigan bir duoni o'rgatib qo'yaymi? U Yunus alayhissalomning duosidir. Said raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan mundoq anglaganligini rivoyat qiladi. Men sizlarga ismi azamni deb beraymi? U Yunus alayhissalomning duosidir. Biraylan, ey Rasulullah, bu duo Yunus alayhissalomga xosmi? deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, sen Allohning fastajabna lahu va najjaynahu minal ghammi va kazalika nunjil mu'minin. Uning duosini ijobat qildik. Uni biliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek, mu'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizamiz deganligini anglamadingmi? dedi. Bir musulmon kasallik mezgilida mazkur duo bilan 40 qatim duo qilib, shu kasallikida o'lib ketsa, shahidning ajri berildi. Navoda kasalidan saqayib ketsa, gunohi mag'firat bo'lgan holatda saqaydi. Ibn Abbas raziyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom biror qiyinchilikqa yo'liqqanda mundoq duo qiladi. La ilaha illallohul azimul halim, la ilaha illallohu robbul arshil azim, la ilaha illallohu robbus samawati sab'i va robbul ardi va robbul arshil karim. Bandilarni jazolashga aldirab ketmaydigan büyük erishning parvardigori, 7 osmon va zaminning va ulug' arshning parvardigori bo'lgan azimatlik Allohdan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. Ali raziyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom biror qiyinchilikqa yo'liqqanda bunu duoni o'qishni o'rgatib qo'ydi. La ilaha illallohul halimul karim, subhanallohi va tabarakallohu robbul arshil azim, valhamdulillahi robbil alamin. Bandilarini jazolashga aldirab ketmaydigan marhamatlik Allohdan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. Alloh pokdir. Büyük erishning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Jimi madhiya olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundoq deydi: Har qanday odam g'am qayg'uga duchor bo'lib, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ey Allah, ben senin bendangning va dedikimning o'g'li. Men senin changilingdaman. Ko'kulam senin qo'lingdadir. Haqqimda chiqargan hukming ijro qilinadi va bu hukm adillik bilan chiqarilgandir. Ey Allah, sen o'zingni atagan, kitabingda nazil qilgan
va o'z dargohingda hech kimga bildirmay yoshirin saqlagan barliq ismlaringni shipi keltirib so'raymanki, Qur'on Karimni qalbimning bahori, g'am qayg'ularimning iloji qilib bergin degan duoni o'qisa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkizib, uni xushalliqqa almashtirib beradi. Sahabalar, "Ey Rasululloh, uni o'ginib olmaylimi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Albatta o'ginib olinglar. Bu duoni anglagan odam o'ginib olishi lozim" degan. İbn Mas'ud raziyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambarlar dishvorchilikqa yo'liqsa, Allohga tasbih etish orqali yordam talab qiladi. İbn Abi Dunya Mujabud Da'va nomli kitobida İbn Sam'unning Kitabul Amali nomli asrining duo to'g'risidagi babida Hasandan bayon mundaq bir voqelikni naql qiladi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ichida Aba Muallaq deb bir ansari bor edi. Bu odam o'zining va boshqalarning mollarini elib, yurt kezib savdo qiladi. U noyda abid, taqvodor odam edi. U bir qatim safarga chiqqanda yo'lda niqoblangan qurolliq bir bulonchiga uchraydi. Bulonchi uningga "Barliq mulkingni topshir, men seni o'ldirib ketaman" deydi. "Meni o'ldirib nima qilasan? Sana kerak molgu? Mol degan-ku mening, ammo mening seni o'ldirgim bor. Navoda meni o'ldirmaslikka zoda qo'shilmasang, undaqda meni 4 rakat namoz o'qib olg'ili qo'yamsan?" Bo'ladi, xohlagancha o'qib ol. Aba Muallaq tahorat ilib 4 rakat namoz o'qidi. U oxirgi sajdasida "Ya Vadud, ya Vadud, ya zal arshil majid, ya fa'alul lima turid. As'aluka bi'izzika allazi la yuram ve bimulkika allazi la yudam ve binurika allazi mala'a arkani arshik an tekfiyani şerri hazal lis. Ya mughisu aghsini." Ey bandlarni do'st tutuvchi Allah. Ey bandlarni do'st tutuvchi Allah. Ey büyük arshning egisi. Ey xohlaganini qilg'uchi zot. O'zlarining yo'qolmas izzati, zavol topmas podshohliklari, butun arshni to'shqizgan nurlarga sig'inib, mushu bulonchining yomonligidan saqlab qolishlarini tilayman. Ey qutqizg'uchi zot, meni qutqizib qolsizlar degan duoni 3 qitim aytdi. To'satdan qo'lida nayza ko'targan bir chavandoz bu tarafga keldi-da, heliqi bulonchining etining 2 qo'liga orasiga nayza urdi. Bulonchi buni ko'rib, chavandoz tarafiga oldini qilishiga, chavandoz bulonchiga nayza urib, uni o'ldirib etdi. Ondan Aba Muallaqning qishiga kelib, "O'rningdan tur" dedi. "Dadam anam sana fido bo'lsin. Alloh bugun meni sen orqali o'limdan qutuldirdi. O'zing kim bo'lasan?" deb so'radi Aba Muallaq. "Men 4-chi osmondagi bir farishta. Sen 1-chi qatim duo qilganda osmonning eshiklarining jaranglagan ovozini angladim. 2-chi qatim duo qilganda osmondagilarning cho'qon silishayotganligini angladim. 3-chi qatim duo qilganingda menga hojatman duo qilyotidi deyildi. Men bu ishga meni qo'y, men u bulonchini o'ldirib etay deb Allohdan tiladim" dedi. Hasan mundaq deydi: "Kimki tahorat ilib 4 rakat namoz o'qib, mushu duoni qilsa, qiyinchilikqa uchragan yoki uchramagan bo'lishidan qat'iy nazar duoyi ijobat bo'ladi." Duo ijobat bo'ladigan holatlar. Duo ijobat bo'ladigan holatlar. Biz ba'zida bir qism kishilarning duolarining ijobat bo'lganligini uchratamiz. Bu duoning duo qilguvchidagi jiddiy paytlarga mos kelganligi yoki duo qilguvchining Allohga butunlay yuzlanganligidan bo'ladi. Duo qilguvchi duodan burun yaxshi ishlarni qilib etib, ondan duo qilsa, Alloh u odamning yaxshiligiga ko'p yaxshilik orqali javob qaytarish uchun uning duoyini ijobat qiladi. Duoning duo ijobat bo'ladigan vaqtlarga uyg'un kelishi qatorliq sabablarmi duoning ijobat qilinish ehtimolligini oshiradi. Bir qism odamlar duoning ijobat bo'lishi duoning tekstiga bog'liq deb o'ylaydi-da, duoyi ijobat bo'lgan odamlarga yonishib kelgan subyektiv omillarga parvo qilmasdan duoning tekstlariga eslab oladi. Bu xuddi ba'zilarning bir bemor dorisini munosib paytda
muvaffaq usulda iste'mol qilib, önümiga erishganini ko'ribla, shu dorini iste'mol qilsaqla, kasaldan saqayar ekanmiz degan xato qarashga kelib qolganiga o'xshaydi. Nurg'un odamlar dal mushu nuqtada xatolashidi. Yana ba'zi odamlar qabrining qishida turib Allohga duo qiladi. U odamning Allohga esilib turib qilgan duo ijobat bo'ladigan vaqtlarga yoki holatlarga uyg'un keladi-da, ijobat qilinadi. Bir qism nodon odamlar buni duo qilg'uchining Allohga qattiq yeringanligidan yoki Allohga haqiqiy tevinib turib duo qilganlikdan ijobat bo'ldi deb qaramasdan, balki qabrining karomati deb tushunib qoladi. Navoda duo qabrining yanida qilinmasdan, Allohning o'ylaridan birarida qilinib, shu yerda ijobat qilingan bo'lsa, bu duo tixmi afzal, Allohga tixmi yaxshi ko'rilgan bo'ladi. Duo ijobat bo'lishining shartlari. Duo va zikr tasbihlar qurolga o'xshaydi. Qurol bo'lganlik uchun emas, balki mahir bir atamanning qo'liga tushgandala o'zining rolini joriy qildira oladi. Qurol yaram bo'lsa, nuqsoni bo'lmasa, qurol tutgan bilekning to'g'ri bo'lsa, qarshilik omillari mavjud bo'lmasa, dushmanni yer tishlatish tamoman mumkin. Navoda yuqorqi omillarning birari amaliylashmasa, yaram qurolning hech qanday ahamiyati bo'lmay qoladi. Navoda duo o'z mohiyatida yo'lliq duo bo'lmasa, yoki duo qilg'uchi qalbi va tilini duoga markazlashtirmasa, yoki duoning ijobatidan to'sadigan biror omil mavjud bo'lib qolsa, duoning unumi bo'lmaydi.